Futbol olamini larzaga solgan navbatdagi hodisa. FIFA o'zining yangi rasmiy posterini e'lon qildi. Unda hamma bor edi. Messi, Mbappe, Haaland, lekin bitta odam yo'q edi. Dunyodagi eng ko'p gol urgan futbolchi Cristiano Ronaldo. Hamma hayron qoldi. Nega? Qanday qilib futbol tarixining eng katta nomlaridan biri ro'yxatdan tushib qoldi? Bu savol shunchaki texnik xato emas. Bu yillar davomida davom etib kelayotgan gap so'zlarni yana bir bor jonlantirdi. FIFAning Lionel Messi tarafini olishi va unga raqib bo'lgan har qanday yulduzni soyaga surib qo'yishi haqida. Rasm e'lon qilingach, minglab muxlislar norozilik bildirdi. Bu qanday hurmatsizlik? Portugaliyaning ramzi qayerda? Shu bosimdan keyin FIFA posterda o'zgarish qildi va eng qiziq tomoni, Ronaldo rasmiy birdaniga paydo bo'ldi. Bu shuni anglatadiki, bu xato emasdi. Bu qaror edi. Yillar davomida muxlislar bir narsani aytib keladi. Messi FIFAning sevimli o'yinchisi. Reklamalarda ham, mukofotlarda ham, turnirlarda ham unga ustunlik berilishi haqida bahslar ko'p bo'lgan. Endi esa dunyoning eng mashhur futbolchisini posterning o'zidan chiqarib tashlash. Bu tasodif bo'lishi qiyin. Bitta haqiqat bor. Ronaldo kimningdir qulay marketingiga mos kelmaydi. U mustaqil, kuchli, o'z brendiga ega yulduz. Shuning uchun ham ayrim tashkilotlar uchun u qulay emas. Bu holat shuni isbotlaydi. Futbol faqat o'yin emas. Bu siyosat, marketing va katta kuchlar o'yinidir. Ammo bitta narsani hech kim inkor eta olmaydi. Ronaldo posterga sig'maydigan darajada katta. U tarixning o'zi. Yana kim haqida video qilaylik? Maxfiy sport, faktlar, janglar, afsonalar.